Farg'ona shahridagi Samo sport majmuasi yana bir nufuzli musobaqaga mezbonlik qildi. An'anaviy tekvando bo'yicha tashkil etilgan respublika bellashuviga saralash bahslarida viloyatimizning barcha hududlaridan 500 nafarga yaqin iqtidorli yakkakurash ustalari ishtirok etishdi. Tantanali tadbirda so'zga chiqqanlar bugun prezidentimiz tashabbusi bilan sportning barcha turlari rivojlantirilib, mamlakatimiz o'g'il-qizlari xalqaro musobaqalarda yuqori natijalarni qayd etishayotganini faxr bilan tilga olishdi. An'anaviy tekvando sport turini rivojlantirishga munosib hissasini qo'shayotgan murabbiylar va hamkorlarga tashakkurnomalar taqdim etildi. Shundan so'ng viloyat an'anaviy tekvando federatsiyasi terma jamoasining ko'rgazmali chiqishlari namoyish etildi. Unda sport ustalari va xalqaro tajribaga ega bo'lgan mahoratli yoshlarning sifatli tarzdagi namoyish qilayotgan chiqishlari yosh sportchilar va ota-onalarda katta taassurotlar qoldirdi. Bugungi musobaqamizda viloyatimizning barcha tumanlaridan kelishgan tajribali sportchilarimiz qatnashmoqda. Bugungi musobaqamizdan maqsad O'zbekiston Kubogi musobaqasiga yosh va tajribali sportchilarni saralab olib, viloyatimizni sharafini yuqorilarga ko'tarish. Bizni farg'onalik yoshlarimiz chet musobaqalarida nufuzli o'rinlarni egallab, yurtimizni sha'nini himoya qilib kelishmoqda. Biz ishonamizki, viloyatimiz terma jamoasi sportchilari kelgusida bo'lib o'tadigan Turkiya Open musobaqasida ham nufuzli o'rinlarni egallab, respublikamiz sha'nini yuqorilarga ko'tarishadi. 2 kun davom etgan qiziqarli bahslarda qatnashayotgan sportchilarning musobaqaga jiddiy tayyorgarlik ko'rib kelganliklari bellashuvlarning yanada shiddatli va murosasiz o'tishini ta'minladi. Ayniqsa Farg'ona, Qo'qon shaharlari, Bag'dod, Rishton, Oltiariq, Uchko'prik tumanlari vakillarining faol harakatlari muxlis va mutaxassislarda katta taassurotlar qoldirdi. Aynan yarim final va final bahslariga yetib kelgan sportchilar ushbu hudud tekvandochilariga to'g'ri keldi. Yakunda g'olib va sovrindorlarga viloyat an'anaviy tekvando federatsiyasining diplom medallari va esdalik sovg'alari topshirildi. Endi g'oliblar oktyabr oyi oxirlarida o'tkaziladigan respublika musobaqasida qatnashib, Farg'ona sharafini himoya qilishadi. Biz ushbu bahslarda ham farg'onalik sportchilarga omadlar yor bo'lishini tilab qolamiz. Behzod Jo'raboyev, Azamat Hamraliyev, Ibrohimjon Po'latov yangiliklar informatsion dasturi uchun maxsus tayyorlandi.